Hammaga assalomu alaykum guys. Bugun biz sizlar bilan TryHackMe'dagi Soap Decode degan machine haqida gaplashamiz. Ya'ni bu accelerator machine sizlarning talabiga qarab turib Soap Decode degan mashinani ishladim TryHackMe'da. Menga yoqdi, yomon emas, ya'ni basic, aynan easy bo'lganligi hisobiga. Kelib ishlab ko'ramiz. Harakat qilaman. Ba'zi joylarda overview ketishga, aynan nimalar tashlaganligimizni videoda menimcha muammo yo'q. Давайте boshladik unda. Hop, birinchi qiladigan ishim men Nmap'da enumeration qilish, ya'ni scanner qildim. Ko'rishingiz mumkin nimada chiqqanligini. Bizda default tarzda DNS chiqdi, Kerberos chiqdi, LDAP chiqdi, SMB, RDP da chiqdi. Hop, hammasi bor. Menga domain name chiqdi, ya'ni soapdecode.local degan narsani olaman va etc hosts deganga qo'shib qo'yishim kerak edi. Qo'shib qo'ydim. Bundan tashqari IP adresini qo'shib qo'yishim kerak. Shuni ishlaydish uchun aynan domain name service aynan birinchi galda etc hosts fayllardan olib keladi. Biz berib ketayotganimiz ham sababi aynan shu sababli etc hostsga berib ketdim. Ajoyib. Endi default qiladigan ishim bu NXT bilan SMB sharelarini tekshirish. Ya'ni qanaqa SMB sharelari bor. SMB berdim, IP adresini berdim. Kelinglar mana shu IP adresini men berib qo'yaman. O'zgaruvchi sifatida ajoyib, har safar terib o'tirmaslik uchun NXT, SMB, $IP berdim. Userda default tarzda guest, ya'ni mehmon sifatida olgin dedim. Passwordga hech narsa bermagin va aynan shares degan qismini menga aniqlab bergin dedim. Endi qanaqa sharelar menga dostupni, ya'ni qanaqa sharelar men uchun ochiq. Shu narsani ko'raman. Guest ya'ni mehmon sifatida hech qanaqa parolsiz. Ko'rishingiz mumkin admin, C, IPC, net login, syswall user slab bularni asosan hammasi barchasi standart bo'lgan default tarzda keladi. Backup esa non standart deyiladi. Agar bunaqa narsani ko'rib qolgan bo'lsanglar, ya'ni bu standart emas. Biz SMB enumeration qildik. Ko'rishingiz mumkin bizda hech qanaqa permissionimiz yo'q IPC dan tashqari. Давайте, men qiziqadigan narsam, ya'ni LDAP bilan ko'rishim mumkin edi. Scan qilib ko'ramiz, ya'ni qanaqa userlarimiz borligidan sinab ko'ramiz. Birinchi galda NXT dan foydalanaman, LDAP $IP adresini beraman, -u da yana o'sha guest, -password hech narsa va aytaman usersni aniqlab ber. Okay, ko'rishingiz mumkin deyapti, error in search request deyapti, operations error, LDAP error deyapti, must be completed on the connection. Ajoyib. Ya'ni menda muammo bor va muammo qanaqa? Aynan men LDAP servisida noto'g'ri username va password berayotganligim hisobi va bundan tashqari buni qabul qilmaganlik hisobiga menga hozir shu error beryapti. Keyingi enumeration qismini ko'ramiz, ya'ni keyingi ma'lumot to'plashni. Yana NXT dan foydalanaman. NXT tushunishlik uchun netexec, ya'ni SMB, LDAP va qolgan narsalarda ham ishlatishimiz mumkin. VNC bor, FTP bor, RDP, SMB. Ya'ni juda ham qulay tool deganimizda, ya'ni buni misolida sizlarni masalan sartaroshning o'zini qurol aslahalari bor. Ya'ni sizlarning sochinglarni chiroyli tarzda olib, sizlarning sochinglarni o'ziga keltirish hisobiga, aynan sizlarning sochinglar chiroyliroq, tezroq bo'ladi. Qo'lda qilmaydi, o'zini qurolchalari bor. Bizda ham xuddi shunaqa, ya'ni o'zimizning kerakli va eng muhim bo'lgan qurolchalarni ishlatamiz. Kelinglar keyingisi aynan RID brut ko'ramiz. Bunisida endi SMB ga $IP beraman, userda guest, password esa hech narsa va bu yerda endi RID brut. RID brut qilgan paytimda tushunishlik uchun juda ham ko'p userlar chiqadi. Sizlar o'ylaganingizdan ko'proq user. Shu sababli biz eng kerakli bo'lganlarini olishga harakat qilamiz. Xo'p. Ko'rishingiz mumkin juda ham ko'p user. Firewall SVC, backup SVC, web SVC, monitoring SVC, admin SVC, bundan tashqari PC'larimiz bor. Yana. Ajoyib. Juda ham ko'p. Teproq chiqamiz. Aynan keraklilarini olamiz bu yerdan. Xo'p. KRPTT, administrator, evictor, Yekodi deganlar bor ekan. Pastroda qanaqa userlarimiz bor? Admin, backup, SVC, firewall SVC. $sign bilan tugaganlari bular aynan PC ga tegishliligini bildiradi. Yana teproq chiqamiz. Xo'p. Userlar juda ham ko'p.
userlar rostdan ham juda ham ko'p keldi. Filtr qo'yamiz shunda. Aytaman, chiqqan outputni, ya'ni chiqqan javobni users txt ga yo'naltirgin deyman. Biz harakat qilib ko'ramiz, aynan javob chiqdi bizga. Ko'rishingiz mumkin, o'sha users degan users txt ga yo'naltiradi bizga. Biz harakat qilamiz aynan buni bo'lishga, ya'ni to'g'ri tarzda bo'lib ko'ramiz bu narsani. Xo'p, demak, get users qiladigan bo'lsam, ko'rishingiz mumkin juda ham ko'p, ajoyib. AWK dan foydalanib ko'ramiz. AWK bilan ya'ni split ko'ramiz. Split ko'ramiz aynan menga $6 da qismi kerak. Menga va buni yana real users txt ga o'tirib ko'ramiz. Total xato qilindi, sababi men buni undan ko'ra chiqqan o'sha users ga yo'naltirayotgan paytingda yo'q qildimman. RID brut tepadagina shundoq copy paste qo'ysa bo'ladi va javobni bemalol users txt ga yo'naltirasan. Ya'ni menga hozirda shunaqa output chiqaraveradi. Kerakli bo'lgan user va oldida har qanaqa kerak emas bo'lgan narsalarni olib tashlaydi. Iroda tilda aytadigan bo'lsak, bizga hozirda for list kerak. Ya'ni for list degani so'zlar to'planmasi. Shu kerak bizga. Keldi, tekshirib ko'ramiz. Get users txt qiladigan bo'lsam, ko'rishingiz mumkin, barcha userlarimiz bor. Ajoyib, juda ham ko'p userlar, harakat ko'ramiz. Endi men password spraying ko'raman, ya'ni parollarni tarqatib ko'raman, lekin brute force emas. Tushuninglar, NXT dan foydalanaman, yana SMB IP adresimga userda aynan men users txt ni beraman, passwordda ham shu users txt ni ishlatayman parol sifatida. Aytaman, brute force qilmagin, brute force deyman va muvaffaqiyatli tarzda bo'lmaguncha continue on success ni bergishim kerak. Ya'ni IP adresdan foydalanadi, users degan for listdan foydalanadi, password for listdan foydalanadi. Bunda brute force qilmaydi va qachonki muvaffaqiyatli tarzda bo'lmaguncha ish olib boradi. Keldi, kutamiz ungacha. Lekin juda ham ko'p guestlar chiqyapti. Ko'rayotgan bo'lsanglar, Rust, allowed, denied. Status logon failure deyapti. Bu degani umuman akkauntga kirib bo'lmaydi. Tushunishingiz uchun umuman akkauntga kirib bo'lmayapti degani. Teproq chiqamiz. Hozirchalik bizda qizuvlari yo'q. Men videoni tekshirib ko'raman. Okey, video ketyapti, ajoyib. Ajoyib. Solve the code degan qismida ybob va ybob degan biza userni aniqladik. Ajoyib. User bor bizda allaqachon. Keldi, mana shu ikkalasini olaman va alohida bittasida nano real users yokida create txt qilib joylashtirib qo'ydim. RID brut deb qo'yamiz buni. Bo'ldi. Menimcha bu oxirigacha bo'ldirsin. Bilmaymiz, balki yana bo'lib qolishi mumkin. RID brut bot butdan bizda credentiallarimiz bor. Ajoyib. Endi bizda keyingi qiladigan ishimiz biza userning parolini oldik, to'g'rimi? Haligida biza qilgan ishimiz aynan guest user sifatida edi. Endi kelinglar biza bor bo'lgan login parol bilan harakat ko'ramiz. Ya'ni NXT, SMB, $sign IP adres beraman, user sifatida o'sha ybob 317 ni beraman ekan. ybob 317 va password sifatida ham ybob 317 ni beraman. Ajoyib. Bor. Kelinglar sharesni ko'ramiz. Targetda muammo dedim. Qabul qilmadim. Qabul qilmaganligi asosiy sababi esingizda bo'lsa, men haligida IP qildim va qiymatini bergandim. Va shu qilganim faqatgina bitta sessiya uchun yangi terminal ochganimga tushunmadim narsani. Endi tushunadi, qaranglar. Next sessiya qiladigan bo'lsam, sign IP da usersda o'sha ybob 317 password ham ybob 317 ni beradigan bo'lsam, va dash share'larni ko'rsatdi.
Ajoyib, hech qanday muammo bergani yo'q. Keling, she'rlarni ko'ramiz. Qanaqa she'rlar bizga do'st bor? Qanaqa she'rlarga kira olamiz? Ajoyib. Uje allaqachon bizada ko'proq do'stlarimiz bizada bor. Bu degani yaxshi. Faqatgina backupga hali ham permissionimiz yo'q. Eng qiziq narsa birinchi kelib kiradigan users. Ya'ni users she'riga kirib ko'raman. Keling, ko'ramiz. Impactdan foydalanamiz buning uchun. SMB clientdan foydalanamiz buning uchun. IP adres beraman. $IP berib ketsam bo'ladi. EBOB user sifatida bundan tashqari EBOB 317 password sifatida beraman. Yana IP sifatida beraman. Yoki IP'imizni 3 tarzda berib qo'ysam ham yetadi menimcha. Okey, kirdim. Birinchi qiladigan ishimiz shares ko'ramiz. Yani qanaqa she'rlarimiz borligini. Bizda users sysvol, menda users uchun o'qish permissioni bor. Shuning uchun cd users ga o'taman. Uzr, cd emas, users qilamiz. Usersdan foydalandim. Dir qilishim mumkin. Dir emas, ls bilan qilsa bo'lardi. Ko'rishim mumkin admin, administrators, public va EBOB degan userimiz bor ekan. Birinchi galda qiladigan ishimiz aynan EBOB userga kirishga. EBOB 317 EBOB 317 dan aynan desktopga boramiz. Ko'rishingiz mumkin bizning user textimiz bor. O'qib qo'ymayman uni. O'zingizlar o'qib ko'rishingiz mumkin. Kelinglar, endilikda keyingi narsa aynan SPN dan foydalangan holda Kerbers'ni qilib ko'ramiz. Ya'ni bu SPN o'zi asosan Active Directory servis hisoblanadi. Agarda noto'g'ri konfiguratsiya, ya'ni noto'g'ri sozlangan bo'lsa, biz Kerbers'ning hujumini amalga oshirishimiz mumkin. Masalan, impacted get user SPNs themes va domainni beramiz. Soap decode.local EBOB deb beraman. 317 ni, ya'ni EBOB deb berishim kerak. 317 domain controls IP sifatida IP adres beramiz. IP adresini berdim. Request qilaman, so'rov yuboraman. Output esa #txt sifatida saqlab qo'y. Ajoyib. Bir daqiqa, men buni shares deb qo'y va bunda esa bizdan nima bot soap decode local qolib ketibdi ekan. Ajoyib. Cache file is not found, skipping qolibdi. Bizda #txt da allaqachon ko'rishingiz mumkin. File svc bor, file svc va monitoring svc. Kelib birinchi galda file svc ni hashini buzib ko'rish kerak qilamiz. krptt hashini oldim. Nano file svc hash deb qo'yaman. Shunaqa. Okey. Ket file svc hashini ko'ramiz. Ajoyib. Endi kelib hashket bilan buzib ko'rish kerak qilamiz. Hashket beramiz. Ya'ni modul berishim shart emas. Agarda modul beradigan bo'lsanglar, krptt okey, qanday edi buniki? Dashayda key deb ko'raychi. Hashketni o'zi help page'ini ko'radigan bo'lsak, modellar ham bo'lish kerak bo'ldi. Yo'q ekan. Hashket-m moduldan foydalan, lekin modulni bilishimiz kerak. Men hashket quramiz. Butdan grep-shay quramiz, aynan curvedni. Ajoyib, hashket uni o'zini beramiz. File svc hashini user share voice txt ni beramiz. Bo'ldi. Shu bilan bosdik. Aniqlash kerak qiladi o'zi. Aniqladi. Bo'ldi, esladim. Modeli 13100, Kerberos 5, E-Type 23. Okey. Ko'rishingiz mumkin. Buzish boshladi parolni. Ajoyib. Buni
password crack deb qo'yamiz. Bizning parolimiz bor. Ajoyib. Parolni oldim. Keyingi qiladigan ishimiz create'ga kirish va bu yerdan parolni berish. Parolni berishdan oldin file svc'ni kiritib qo'yaman. Ya'ni men keyingi userning parollarini oldim. Ajoyib. Endi keladi keyingi ishimiz user paroli oldik. Endi keyingi sherga kirish kerak deb ko'ramiz. Next'dan foydalanamiz. Yana SMB IP adresini global keyin berib qo'yaman. Berib qo'yaman globalda. Userda kim edi? File svc user sifatida. Passwordimiz allaqachon bor. Passwordimiz 1 daqiqa. Okey, parolimiz ham bor. -p i shares qismi, ya'ni qanaqa sherlar ochiq endilikda bizga. Ko'ramiz. Hammasi muvaffaqiyatli tarzda bo'lgandan keyin tezlik bilan SMB client Impacket'dan foydalangan holda, Impacket SMB client'dan foydalangan holda shu backup sherga kirish kerak qilamiz. SMB client bilan kirsanglar bo'ladi sizcha. Keldi Impacket SMB client. SMB client'dan foydalanamiz va bu yerdan bitta qidiring. Qandayligini. Bo'ldi, esladim. Impacket SMB client IP adres beramiz. IP adresimizni bor bo'ldi. Undan keyin qiladigan ishimiz file svc ni berish. svc ni berdik. Keyin parolni berishimiz kerak. Parolimiz ham bizning qo'limizda bor va oxirgi qiladigan ishimiz bu IP adresini ham oldik. Ajoyib. Kirdik. Use shares qilaman. Hop. Use backup. Chunki bizga backup ochilgan allaqachon. O'qish huquqimiz bor. ls ko'ramiz. Backup extract.txt. Ajoyib. Get qilaman aynan shuni olaman. Get bilan ya'ni olish byuroni beraman. Hozir share yoki backup share deb qo'ydim. Ajoyib. Keyingisi bizda hozirda backup extract